bo'g'imladagi og'riqda, tizzada, qo'lda, tos chanoq bo'g'imida, umuman ko'ks artrozda bu og'riqlarda, umumiy artrozda har doim aytaman, bitta muolaja bilan tuzalib qolmaydi. Nimaga? Chunki uni keltirib chiqarayotgan omil bitta emas-da, ko'p. Shu omillarni hammasi bilan kurashsangizgina bitta natijaga erishish mumkin. Bu omillar qaysilar? 4 ta narsa asosiysi hisoblanadi. Birinchisi suv balansi. Chunki bo'g'imlarga suv kerak. Suvni iliqdan issiq, muntazam to'g'ri ichish kerak. Ikkinchisi o't qop faoliyatini yaxshilash kerak. O't qopda dimlanish bo'lsa ham bu artrozga katta turtki bo'ladi. Ikkinchisi jigar faoliyati. Nimaga? Fermentatsiya hazmda shu ikkita organ katta ishtirok etadi. Eng asosiysidan bittasi yallig'lanishni yo'qotish kerak. Organizmda yallig'lanish prosessi, surunkali yallig'lanish bo'lsa ham bo'g'im kasalliklariga katta turtki yaratib, sharoit yaratib beradi. Undan keyin organizmdagi yosh o'tishi bilan hosil bo'ladigan minerallar, ozuqalar yetishmaydi. Ya'ni o'sha kalsiy, magniy, D3, fosfor bu minerallarni, bu yetishmovchiliklarni o'rnini to'ldirish kerak. Lekin tepadagi 3 ta narsaga ahamiyat bermasangiz, o't qop faoliyatini, jigar faoliyatini, suv balansini joyida qilmasangiz, yallig'lanishga qarshi kurashmasangiz, pastdagi vitaminlar etilgan mana shu elementlarni qoplab ichganingiz bilan foydasi yo'q. Ular bekorga ichakda yotaveradi, axlat orqali, siydik yo'l orqali chiqib ketaveradi, qaytanga pochkada, ichaklarda cho'kinda hosil qiladi. Nimaga? Uni hazm qiladigan organlarning faoliyati buzilganda, ular hech qanaqa organizmga so'rilmaydi.